Assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilari, qadrdon aka-uka, opa-singillar. Yana bir yangi obyektda kechasi xizmatdamiz. Kunduzlari issiq bo'lyapti. Otabekjonlar kechqurun ishlashyapti aka. Yahyobek bilan Otabek galdagi obyektimizni tomini penalonboz bilan yopib berishyapti. Qadrdonlar, qorong'iga qolib ketishgani sababi bugun bu video ertaga chiqadi. Bugun 18 mi bugun? 19-iyul kuni video olinyapti. 20-kuni qo'yamiz. 19-iyul kuni Qo'qonda Bag'dodda xizmatni yakunlab keldik. Biz nari Begiz akalar bilan birga nari guruhimiz bilan Bag'doddagi obyektimizni yakunlab keldik. Uyga yetib kelganman. Uyga yetib kelgandan keyin bular bugun bu joyda kechqurunga qolishgani sababi pastga tushirib olsa ovoz chiqib qoladi. Bu ashunday onlar. Bular kechqurunga qolishgan sababi bugun ikkinchi obyektlari. Bitta obyektni yakunlab ikkinchisiga o'tishgan. Mash ko'rinishda galdagi obyektimizni tanishtirmoqman sizlarga. Qadrdonlar, Namangan viloyati Mingbuloq tumani O'rtaqishloq qishlog'ida ko'pchilik yaxshi biladi, ikki etajli bog'cha bor. Ana shu atrofida yangi obyektda ikkinchi sloyini quyib kelishyapti ukalarimiz. Penalonboz. Yahyobek Suvetto bu tarafga savorchi ukanish oxirigacha ko'rsatib qo'yaylik. Obyektimiz lekin hali yakunlangani yo'q. Hozir cho'rniyda turgan holatini ham, belisini ham ko'rsataman. Mana shu taraflar beli holatiga ikkinchi sloyi quyilgan. Mana shu joylarga birinchi sloy holatida turibdi mana shu joylar ham. Bu joylar qattiqroq. Bo'yiga mana shu joyga hozir quyishdi. Yahyobek charchamadingmi uka? Yo'q, charchash yo'q aka. Issig'im rosa bo'lyapti. Issiq zo'r bo'lyapti. O'shanga tungi smenada ishlayapmiz. Qadrdonlar, tungi smenada qorong'ida ish boshlashmagan. Hozir sizlarga soatni ham ko'rsataman. Ukalarimiz vaqtli ish boshlashgan. Bayga nechilarda o'tdilar bu joyga? Soat birlarda o'tishgan ekan. Ana shu 50 kvadrat atrofida edi. Shu obyektimiz 50 kvadrat atrofida ukalarimiz chiroyli tarzda gipsdan penalonboz quyib berishyapti. Qadrdonlar, soat adashmasam yaxshi ko'rinyapti deb o'ylayman. Ana 23-27 yakunlash arafasidamiz galdagi obyektimizga. Mana shu taraflari birinchi sloy holatida turibdi hali. Ikkita qopda mahsulotimiz bor. Bu tarafiga quyib qo'yishgan. Mana shu taraflariga ikkinchi sloyni ham quyib qo'yishgan. Mana shu joyga endi ikkita qopdagini quyamiz. Shu bilan qaytamiz, Xudo xolasa 15 minut, 20 minut atrofida ashi apparatlarimizni tomga chiqqan qismini tushiramiz. Undan so'ng Xudo xolasa uyga qaytib dam olamiz. Videoni ertaga qo'yamiz lekin. Shunaqa imkon darajada bugun kirdikmi, bugun yakunlab ketishga harakat qilamiz. Nari obyektda hali telefon qilib aytishdi. Ko'k yaxshi bo'lmabdi. O'sha sababdan u obyekt ham kichkinaroq edi. O'zimda ikkita otam endi to'liqroq ma'lumot berib ketay. Ikkita otam sinfdosh, ikkala otamni sinfdoshlarini ikkala otam ham lekin o'tib ketishgan. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ikkala otamni sinfdoshlari bor. Sinfdoshlarini uylarida xizmatda bo'lishgan. Undan so'ng bu joyga xizmatga chiqishgan. Bu joydagi obyektimizni ham o'z egalariga inshaalloh chiroyli tarzda topshirish arafasidamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Endi ukalarimiz apparatlarni bu tarafga ko'chirib, mana shu joylarga ikkinchi sloyni quyib berishadi. Shu bilan obyektimizni ham o'z egalariga topshiramiz. Ustida yurishibdi. Vasa taxtasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, yolg'iz sinish holatlari kuzatilmaydi. Shu obyektimizda ham 7 sm pilis holatiga kelishganmiz. Ancha qalin tushdi. 15 sm-dan ko'p tushdi. Qadrdonlar, hamma obyektlarimizga oshig'i bilan yukab boramiz. Imkon darajada ustidan foydalansa bo'ladigan qilib, yurganda yollamaydigan qilib chiqarishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kelgusi dasturlarimizda inshaalloh ko'rishguncha salomat bo'linglar azizlar.